Do'st, buning вообще silabiku bo'lmaydi. Qiz bolanicha esda qoladigan narsa qilish kerak. Ha, nima qildingsan? Qara, men begona qizni qo'liga mana shu uzib berayotgan bo'laman. Keyin отказ qiladi. O'sha uzuvni qo'lingga beraman de, короче, необычный qilib tursan, o'zing qizingga berasan. Qarabsanki gul bo'lyapti hammasi. Bo'ldi, bo'lmasa bitta qiz gaplash. Qiz? Nechtasi yozing yotibdi hozir. Qara, merim yiqilishyapti. Yur ko'ramiz. Qo'ysizchi. Ha, yur. Va, qiz hozir отказ qilsa zo'r bo'larmidi? Siz ham yana mana shunaqa dishuvli merim qilib yurmayman menga. Menga turmushga chiqishga rozimisiz? Roziman? Yo'q, rozi bo'lishingiz kerak emas, отказ qiling. Nimaga? Yo'q, roziman men. Roziman. Yo'q, Roziman. Sizga yo'q deganman-ku. Bering deyapman sizga. Men rozi bo'ldim. Sen bilan bunaqa do'g'ri bo'lmagan. 8 yil. Alvasta o'zingni bor deb yey. Men rozi bo'ldim, roziman. Nima bashariy kalla qo'yib olaman hozir. Hech aralashmasangizchi. Qo'chi. Baxtli. Men o'sha Siz ham bu o'rasiz. 29 yil kutdim. Taqing. Kim bu? Men buni qo'liga o'zi taqosiz. Yo'q, sen noto'g'ri bo'lsa tushuntirib beraman. Nima tushuntirib berasiz? Siz bu yerda xiyonat qilayotganingizda. Menga qara, oddiy merim yiqib olsam bo'lardi-ku. ana qiz parod qilishni qayerdan bilaman men ham. Jonim ketadi. Men yo'qman.